Soat 4:30. Mana hayotidan nolayotgan odamlar ko'ryapsizlarmi? Mana ishonmasalar 4:30 Toshkent. Ko'chada yoshi katta, menimcha ayol kishi salafan atrofini o'rab olgan, usti qalin kiyinib olgan. Haligi simichka, suv, zimachka shunaqa narsa sotib o'tiribdi. U tomonda ostanovkada ko'rdim hozir bittasi kolyaska. Mana yosh bolaning kolyaskasiga o'xshagan kolyaska bor. Shuna kolyaskani ostanovkaning ichiga qo'yib, ichida uxlab yotibdi. Tashqarida soat 8 gradus mana. Shuning uchun hayotidan nolayotgan aka-ukalar. Endi hammamiz ko'pchilik noliymiz-ku, qiyinchilik bo'lgan payt. Bizdan ham hayoti qiyin bo'ladigan, qiyin odamlar ham bor demoqchiman. Alhamdulillah deyishimiz kerak.